Meteomet ertangi ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra Toshkent shahri havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 16-18 gradus, kunduzi 29-31 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 gradus, kunduzi 28-33 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 30-35 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 28-33 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 30-35 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 25-30 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 gradus, kunduzi 18-23 gradus iliq bo'ladi. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.